Assalomu alaykum. Uxlamaysizlar ekan. Parvozlar kechqurunda ketdi mana Andijonda ukalar. Hali kaptallarga tuxum qo'ymayotgan modalarga tuxum qo'ydiradi, shahvatini oshirib olar ekan. Nallarni ham shahvatini oshirib olar ekan. 15 xil minerali bor, vitamini bor, 15 xil. 100 gram qiziqadiganlar aloqaga chiqaradi. Hozir bugun tugadi. Ertaga Qirg'izistonnikini berib olamiz. Mana hozircha mana Andijondan keldi. Endi mononisi ham bor, original. Qani endi hozir berib yuboryapman bu ukamizga. Rezultatini aytadi. 3 kun berilar ekan. Bu haligi shumshayib qolgan kaptallarga, don yemayotganlarga berilar ekan. 3 kun, 4 kun berilar ekan. Bo'ldi. Shun bilan to'rt qushlarga ham, hamma yoqqa, mono ham, to'rt qushlarga ham parvozlar bedanaga olishyapti hozir qirg'izistonlik parvozlar, Jallavodliklar bedanaga. To'rt qushlarga ham bo'laveradi, mana rasmlari bor. Fazan, mazan hamma qushlarga keta oladi bu licheynalar, parvozlar. Salomat bo'linglar, tuzalib, zo'rib ketsin, juvonalar ko'payib ketsin uka. Odilbek ukamiz Andijonda.